Assalomu alaykum. Hammaga kuningiz xayrli va barakali o'tsin. Men hozir Sergeli filialimga keldim. Sergeli filialiga kirib, ichkarida bemorlarni nazorat qilaman. Har bir filialni bugun men nazorat qildim. Chilonzorda bo'ldim, endi Sergeliga keldim. Hozir kirib, ichkarida bemorlar qanaqa massaj olishyapti, yaxshimi, davollimi, o'zgarishlar qanaqa bo'lib tekshiraman. Tekshirish nazorat menda birinchi o'rin turadi. Qani ketdik. Men hamma narsani primoy qo'yaman. Massaj nechinchi kun olishingiz? 5-kun, yo'q 6-kun. 6-kun. G'alabalar yo'qmi? Hozircha yo'q. Muomala vaqtida qarash. Wi-Fi qo'yib bering. Wi-Fi. Xo'p, Wi-Fi. Ham bor, ko'rasan, gaplashganda yaxshiroq bor. Wi-Fi qo'ydirib bering, chaqlari. Terapiya qo'yishyapti. Ojoz massaji yaxshimi? Kamchilik bo'lmayaptimi? Yaxshi qarayaptilarmi? O'zingizga turing, bemalol. Xo'p, ojoz, assalomu alaykum. Voy, nega bo'lmasdi? Kim berdi ojoz siringizni? Oy so'raganda bilmayman. Displaziya bor, laparapozitsiyada o'zgarish bor, lekin golovkalari yaxshi. Mana shu elektroparezini massaj qilinadi, o'stirib olish kerak buni. Bu bizning ichkari xonamizda, bu yerda gidrovanna, xoslachasida gidrovanna. Nima bezakda qo'yib qo'ygansiz? Birinchi marta massaj olishimiz. Necha Ahvoli yaxshi. O'zingiz ko'rib kelmasangiz necha oylik bo'ladi? 8 oylikdan oshdi. 8 oylik nisbatan kichkina bo'ladi. Bitta ko'rishimiz kerak. Bitta. Chunki oyoqni uchiga qo'yib, uchiga qo'ygan payt ikkilamchi holat bo'ladi.